Malibu bilan yurish zo'r, lekin buni rasxodiga chidash kerak. Bu mashinani sotib olayotganimda odamlar aytishgandi 7 ta 8 ta atrofida ichadi deb. Lekin bu gaplar aslida xato ekan. Lekin to'g'risini aytsam, mashinamiz 15 ta 16 ta atrofida rasxod qilyapti 100 kilometrga. Mosh sizniki kamroq bo'lsa kerak. Sizniki Malibu necha litr rasxod qiladi? Men shunga bitta zo'r yechim topdim. Ikar Gaz Servis. Malik akani ko'p kishi taniydi. O'sha akamizga keldim va mashinaga 10 million so'mga gaz ustanovka qilindi 4+. Men endi sizlarga полностью tushuntirib beraman. Injektor, reduktor hamda ba'zi narsalari Italiyadan ishlab chiqarilgan va bu yerga eksport bo'ladi. Undan tashqari mana bu yerda gazning miyasi bu Polshaniki bo'ladi. To'liqroq ma'lumot uchun pastda akkauntlarini ham belgilaganman hamda nomerlari ham bor. Mana bitta ma'lumotni sizlarga aytish esdan chiqdi. Bilasizlar, bizlarni benzinimiz sifati uncha ham zo'r emas. Buni tan olish kerak. Shuning uchun men svetoforga kelib to'xtaganimda mashinada qaltiraydigan odati bor edi. Gazni ustanovka qildilar Malik akam. Shundan keyin haydab ko'rdim. Bu narsa polni yo'qolib ketdi. Shuning uchun sizlarga ham tavsiya qilaman.